Assalomu alaykum. Bilatata Pubik kanali a'zolari. Charchamasizlarmi? Joninglar sog'mi? Jigarlar, mana sizlar kutgan narsa, masalan, Slavi telefonlar bo'ladi-yu, 45-60 fps telefonlar bo'ladi-ku. O'sha narsaga bolalar 120 fps full like fix bilan bolalar umuman qotmaydi bolalar. Mutlaqo bezban, hech qanaqa cheat, unaqa narsa emas bolalar. Oddiy nastroyka bilan qilishni o'rgataman bolalar. Bir ikkita programma kerak bo'ladi, bo'ldi, xolos. Keyin yana bitta jigarlar, yana bitta gap. Har kuni bolalar Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar jigarlar. Har kuni mana prizlar egalariga topshirilyapti bolalar. Har kuni UC lobbilar bo'lyapti. Jigarlar o'tib qo'shilib qo'yamiz mana. Bilatata pastki chiziqcha Pubik. Tak, bolalar, birinchi sizlarga qiladigan ishimiz bolalar. PUBG ga kirib PUBGning FPS'ini ko'ramiz bolalar. Tak, mana bolalar. PUBGning FPS'ini ko'rib turganlaringizdek, kadrlar yuqori, mana 60 fps bolalar. Hamma narsada 60 mana ko'rib turibsizlar. Super ravonni o'zi oxirgisi bo'ladi. Hammasida 60. Tak. PUBGdan chiqamiz jigarlar. Tak. Mazgi deydi-ku. O'sha joydan bo'lyapti-da. Sizlarga bolalar bunaqa joylar kerak emas. Men hozir bir ikkita narsani to'g'rilab olay. Wi-Fi orqali debugging. Mana shu narsa bizga kerak bo'ladi. Juda ham kerak narsa bo'ladi. Masalan, bolalar ichkari hali buni ham noldan nastroyga qilib o'rgataman sizlarga. Hali bolalar bu narsani ham sizlarga noldan nastroykasini o'rgataman bolalar. Lekin nimagadir saqlamayapti buni. Endi saqlaydi. Bo'ldi jigarlar, boshlaymiz. Tak. Play Marketga kiramiz bolalar. Play Marketga yozamiz. 120 fps deb yozsanglar bolalar. Mana 3 ta boshda mana ochib keladi. Mana cook tanlaysizlar, mana cook. Gilamnis mana shunaqasi bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Shunga kirib, shuni skachat qilasizlar. Shunda bolalar reklamasi kamroq uchun shuni aytyapman. Agar boshqalar aytsa reklamasi juda ko'p, qiynalasizlar kirishga, juda ham narsalar tushunarsiz. Lekin mana shuniki eng osoni mana shu bo'ladi bolalar. Bo'ldi. Blankdan chiqamiz bolalar. Tak, mana chiqib keldi. Ustidan bosib kiramiz bolalar. Bu programmada bolalar iPad Wave qilsa bo'ladi. Masalan, sizlarda telefoninglar juda qotsa bolalar, shunlar to'g'rilasa bo'ladi bunda. Tak, ruxsat beramiz. Bizga kerak emas bu narsa. Bola mana iPad rejimlari ham bor jigarlar. Bemalol iPad qo'yinsanglar bo'ladi. Keyin mana Crosshair bor mana yerda. Crosshairda sizlarga o'rgataman hozir. Masalan, mana katta qilsanglar bo'ladi, kichkina narsalar o'zi. Masalan, o'zlaring PUBGning ichidagi Crosshair nima degan narsa bo'lsa, ana nuqtasi bor-ku. O'sha nuqtaga qarating, juda ham kattalashtirsa bo'ladi jigar bilan. Shuncha aytyapman, ketdik, boshlaymiz jigarlar. Birinchi FPS qilaylik hozir. Keyin uni boshqa videoda bir kun hammasini chiqarib beraman sizlarga chetga. Bolalar, like, podpiska bosib qo'yamiz jigarlar. Loading ads deyapti. Tak, shuni bosamiz bolalar, shuni mana sursanglar, o'zingiz so'raydi sizlardan. Birinchi FPS faylni saqlab olasanmi yoki o'rnatasanmi deydi. Birinchidagini bosamiz bolalar, o'rnatishga bosamiz. Tak, 30 sekund so'rayapti bolalar. 30 sekundgacha biz videoni to'xtatib turamiz, reklamasi bor o'zi. Mana jigarlar, bu bo'ldi. Tepada shuni X bosib chiqib ketamiz bolalar. Mana endi o'zi o'rnatyapti bolalar buni. Optimized Mayfield 2 sekund deyapti. Buni o'rnatyapti bolalar o'zi. Nima to'g'risinchi? Tak, mana o'rnatib bo'ldi bolalar. Birinchidagini bossanglar bolalar, baholaysiz, ikkinchi bosib chiqib ketasizlar. Tak, keyin GFX profilga o'tamiz bolalar. Bu yerdan mana FPS enter I'm combat. Bolalar, bu narsalar sizlarga like fix o'rnatib olsanglar bo'ladi. Mana uni app'ini bosib olib, bitta video ko'rib,
Keyin 60 fps qidirib bo'lmasa, qidirib ochib olsanglar bo'ladi. Bizga hozir bularga kerak emas. Bizda yo'q, bizga bular qancha kerak emas bolalar. Chiqamiz bundan. PUBG ga qaytib kiramiz. Bolalar, shunday like, podpiska bosib olamiz bolalar. Har kuni keyin Telegram kanalda bolalar yusili lobbilar bo'lyapti. Har kuni 21:00 dan kechki payt 12:00 gacha bolalar yusili lobbilar bo'lyapti. Livik kartasida o'tib qo'shilib qo'yamiz bolalar. Telegram kanal, YouTube profilda ham turibdi bolalar. Keyin bolalar kommentga yozib ketinglar. 4-4 yangilanish sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Mana jigarlar, ko'ryapsizlarmi? 60 fps ko'rsatadi, kadr chastotasi. 60 fps mana yerda ko'rsatadi sizlarga. Lekin bolalar o'yininglarda jigarlar. Bemalol 120 ko'rsatadi bolalar. Hech narsadan o'ylamanglar. O'yinda bolalar 120 ko'rsatadi jigarlar. O'yinda bemalol 120 fps qilib o'ynayverasizlar jigarlar. Hech qanaqa minus tarafi yo'q. Mazza qilib o'ynaysizlar kerak. Hozir menda jigarlar serverga ularga kirishga qiyin bo'lyapti. Hozirlarga o'yinda ko'rsataman jigarlar. Shunga kirib olsin. Ekranni yoqaman. Mana jigarlar kirib oldi mana. Tezliklarni ko'rdingizlar. Sizlarga faqat mana u nastroy grafikada bolalar shunday, sizlarga 60 fps aniq ko'rsatadi bolalar. Hech aytib qo'yay, hech qanday bu mana busiga qaramaydi bolalar. O'yinda o'zi nastroykasida jigarlar 120 olib turaveradi jigarlar. Yo'q, shoshilishning oqibati shu. Keyin yana serverlaringni ham bolalar adashib Sharqiy Yevropa qilmaylar bolalar. Juda ham qiynalasizlar. Yeb biling. Yo'qda ekan. Juda ham qiynalasizlar. Ko'ryapsizlar, 195 ping bolalar. Umuman serverlarini almashtirmanglar jigarlar. Odam o'tib ketyapti, o'tlarim ta'sir qilmaydi. Bolalar, zalyutlaring ham yaxshilanadi jigarlar. Yo'q, vaqtida otdi jigar. Shu bolalar, zalyutlaring ham yaxshilanadi. Bemalol mashg'ulotlarga maslahatni shu narsani qo'yavering. Zaryadlaring ko'pga bo'ladi lekin. Hozir menda jigarlar ping bo'layotganiga ko'ryapsizlar. 200 pingga zaryad shunaqa hit anolar tegyapti bolalar. Ko'ryapsizlar bolalar, zaryadlaring ko'pga bo'ladi lekin. Qarang. Millamaydi bolalar. Bu chust emas gap. Shuni o'rnatib olinglar, mazza o'ynaysizlar bolalar. Hozir menda 200 pingga shunday bo'lyapti. Jigarlar. Bemalol mana shunday qilsanglar bolalar, o'yinda 120 ni his qilib o'ynaysizlar jigarlar. Sizlarning telefonlar umuman qotmaydi. Jigarlar, Telegram kanalimizga o'tib olamiz jigarlar. Har kuni 21:00 dan 12:00 gacha lobbilar bo'lyapti jigarlar. Hammaga rahmat bolalar. Sizlar bilan balatata bubuk bo'ldi jigarlar. Charchamanglar.